Yana bir qalbi yoniq ayollardan biri bilan suhbatlashamiz. Uning kasbi haydovchi. Shu kasb orqali oilasiga daromad olib kirdi. Tadbirkorlik qilish istagidagi ayolning biznes loyihasi bank tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlandi. $15,000 matoga gul bosish uskunasini olib keldi. Xonadonda bo'sh turgan binoni moslashtirib, uskunani o'rnatdi. Yurtimizda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga berilayotgan e'tibor tufayli bugun tadbirkor ayollarning safi kengayib boryapti. Ayniqsa chekka hududlarda ham tadbirkorlik faoliyatini boshlagan ayollarimizni ko'rib, chinakamiga bugun yurtimizda ularga berilayotgan imkoniyat tufayli bugun mana ishlab chiqarishni rivojlantirayotgan ayollarimiz safi ham kengayib bormoqda. Buni Urganch tumani Oqyob mahallasi misolida ko'rishimiz mumkin. Aynan bugun mahallada yangi tadbirkorlar kashf etilyapti. Ana shulardan biri mana tadbirkorlik faoliyatini boshlagan Zuhraxon O'dayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum Zuhraxon. Aynan bugun mana biz sexingizga tashrif buyurdik. Mana bugun siz mana shu ko'rpa ishlab chiqarishni yo'lga qo'yibsiz-da. Keling mana ishni boshlaganingizga qadar qanday bosqichlarni bosib o'tdingiz? Asli kasbingiz nima? Keling siz bilan yaqinroq tanishsak. Demak, kasbingiz haydovchilik. Haydovchilik qilganman. Shu paytgacha bir 16 yil bo'ldi haydovchilik qilaman. Rossiyaga qatnayman o'zim. Migrantlarga mana shu yerda bir kengroq bir ish yaratib beray. Shu qiyinchiliklarni yo'lda ko'rganim uchun kelgan ayollarga ish o'rinlarini yaratib beray deb mana shu yerda ish nima qildik, boshladik. Hali boshlaganimga 1 oy bo'ldi. Lekin men kutmagandim shu narsani. Shu 24 soat ishlayapmiz hozir mana shu yerda. Migratsiyada ishlayotgan ayollarga yurtimizda katta sharoitlar mana yaratib berilyapti. Ana shundan mana unumli foydalanibsiz-da. Qarang, shuncha ayollar mahallangizdagi ayollarni ish bilan ham ta'minlabsiz. Shunday. Mana ishchilarim hozir 4 ta bo'lgan bo'lsa, bir xudo xolasa bir 5-6 oylarga bir 10-15 ta qilamiz. Yana ham ishchi kuchini chaqiramiz degan niyatimiz bor. Endi bu yerni kattalashtirib, yana bir nimalarni so'rab olib ishni boshlaymiz. Demak, bugun tadbirkor ayollarga yaratilayotgan imtiyozlardan siz ham unumli foydalandingizmi? Ha, foydalandim. Mana hozir imtiyozli kredit oldingiz. Imtiyozli kredit oldim 300 million. Mana hozir mana shu mashinani oldim. Tikuvchilik hunarimiz ham bor. O'zi ona kasb. O'zlarimiz o'qimagan bo'lsak ham shu ona kasbdan baribir bo'lar ekan. Baraka topar. Baraka topilar ekan. Homiylikda mana hozir biza bir 3-4 ta joylarni rejalashtirib, ana o'shalarga homiylik qilamiz degan maqsadimiz ham bor. Tez kunlarda shu ishni amalga oshiraman. Hozir mana ishingizni ko'ryapmiz, faoliyatni ko'ryapmiz. Haqiqatan ham oldin mana shu ko'rpalar momolarimiz qo'lida, mana shunday momolarimiz qo'lida 3-4 kunlab tikilardi-da, mana shu mahsulotlarda. Qarang, mana hozir kuzatyapmiz. Ichida soatga yetmaydi. 7-8 minutda ko'rpalarimiz tayyor bo'ladi. Bu ko'rpamiz yayma deb aytiladi. Bu kelinlarni sepiga qo'yib, 2 yostiqi bilan 2 o'rinlikka 3 kilo paxta solyapmiz. Qarang, endi buni faqat texnikaga o'rganib qolib, qadim qadriyatlaringiz yoddan chiqmaydimi, Zuhroxon? Yo'q, chiqmaydi. Onajonim, mehribonim yonimda. Bosh bo'lib shu kishi yordamida qilyapmiz hamma ishni. Bu juda ham vaqt tejaydi-da. Shu ayollarimiz masalan yaxshi kunlariga, to'y tomonlashularga albatta mana shunday mahsulotlar juda ham kerak va tig'iz paytda ularga juda ham qulaylik yaratadi. Shu haqiqatdan ham hozir meni 1 oyning ichida shunchalik nima bo'lyapti hozir men o'zi kutmagandim. Hozir Buxorodan, Samarqanddan, Mirbozordan, keyin Toshkentdan buyurtma qilyaptilar, shuni jo'natyapmiz hozir. Bo'zqaladan, bu yoqdan. Lekin mana shu yerga kelib topib kelishlari ularga qiyinchilik nima qilyapti, lekin shunda ham kelishyapti shular. Endi mana xomashyo matoni qayerda olyapsiz? Buni hozir o'zimizni bozordan olyapmiz hozir. Hozircha ishlab chiqarish nimalari bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan shartnoma qilib shu yerlardan olamiz degan niyatlarimiz ham bor. Matoni ham o'zingizdan? O'zimizdan qilyapmiz hozir. 24 soat xizmatidamiz hammasini. Demak, mana bugun o'zimizni yurtimizda, mana oilangiz bag'rida, qarang mana uyingizda shunday tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanyapsiz-da. Bu juda ham yaxshi-da, mana o'zga yurtda yurgandan ko'ra o'z yurtingda ishlasang, oilang bag'rida, qarang, qanchalik imkoniyatlar bor ayollarimizga. Mana shu ishni yo'lga qo'yib, hamma narsani yordam berib,
mana bu ishni qilsangizlar bunday bo'ladi deb bizga yo'l ko'rsatayotgan prezidentimizga mingdan ming rahmat aytamiz. Demak, bu migratsiyada ishlayotgan ayollarga ham o'z yurtlariga qaytib mana shunday bir faoliyat bilan shug'ullanishni aytasiz. Ha, shunday. Kelib turib mana shunday ish bilan shug'ullansinlar. Mana yo'l bir bo'lar, ikki bo'lar, baribir yo'lini topib ketadi kim bo'lsa ham. Ishingizni endigina boshlagan tadbirkor ayolsiz. Albatta kelgusida yana hammani kengaytirishni maqsad qilgansiz. Ana shunda ham sizni faoliyatingiz yorishi bizga nasib qilsin.